Bizda yana bitta o'rtog'im avariya bo'ldi. Lopma-lop kelib 25 o'sha mayda studentlar graduation bo'lganda, dalani o'rtasida lopma-lop chiqib ketgan ikkita mashina. O'rtog'im Mercedesda bo'lgan, Aziz, bilasiz, bularda 911 ulangan bo'ladi mashinaga. Ulayotganingizda uni telefoningizdan ulaydi. Telefonga hamma krovlaringizni tiqib qo'yasiz. Amerikada misol uchun Apple hamma funksiyasi ishlaydi. Nechinchi guruh qonsiz, emergency kontaktingiz nima, qaysi adresda turasiz deb. Men ham tiqib qo'yganman, lekin agar nimadir bo'lsa ham hech kim ishlata olmasa kerak buni. Balkim. O'tdi, aytadi, mana avariya bo'ldik. Bukvalni 3 minut o'tdi. O'sha mashinadan hamma yoqda podushkalar otgan, ularni ochib tushkunimizcha militsiya turibdi deydi. Mashina o'zi avtomatik 911 ga telefon qilib, lokatsiyalanib berib, "Men bunaqa krovli odam, seriozniy DTP bo'ldi" deb mentlarni chaqirgan. Adashmasam u iPhone'ga ulangan, agar Tesla'ni qimillab ketsa. Yo'q, mashinada sos bor. bor. Ha, mashinada sosi bor. Gap yo'q. U mashina o'zi, mashina aytib turgan, что 911 ga qildi deb gaplashayotganini bular eshitgan, ana hushini yo'qotganda. Bor daniylarni berganda. Mashinadan tushsa, уже politsiya turibdi deydi. Bukvalni bir odam o'zini savrajat qilishga qancha ketadi urilgandan keyin? 3-4 minutda. Ment kelib turibdi deydi. Pajarnilar bilan. Yaxshi, agar siz misol uchun o'zingizni joningizni kimgadir ishona oladigan bo'lsangiz-da, afsuski ko'p holatda bizda endi siz o'zingizda chaqirsa tez yetib keladi. Lekin baribir bizda menimcha bu darajada hali avtomatlashmagan.